avvalambor Xorazmga xush kelibsiz deymiz. Finalga bosqichiga o'tganlaringiz bilan tabriklayman. 800 dan oshiq odam ro'yxatdan o'tdi, 500 dan oshiq odam qatnashdi va mana shu yerda 60-70 ta atrofida yetib keldingizlar. Bu ancha bir yutuq sizlar uchun o'ylayman. Bugungi finalda ham sizlarga omad yor bo'lsin deb tilab qolaman. Revo Cup sport dasturlash musobaqasiga start berish arafasidamiz. Taassurotlar zo'r bo'ldi degan umiddamiz. Mana birinchi final bosqichini o'tkazib oldik. Navbatdagi final bosqichi kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha CTF Capture Flag musobaqasi. Yuqorida aytganimizdek, sport dasturlash bo'yicha ushbu yo'nalish g'oliblari nomlarini e'lon qilamiz. Jahonali Haydaraliyev 6 million so'm pul mukofoti. Ikkinchi o'rin bilan Asilbek Sunnatov 9 million so'm pul mukofoti. Birinchi o'rin Sunnatullo Hojiyev 12 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlanadilar. Kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha Javlonbek Uralov taqdirlanadi. Marhamat. Ikkinchi o'rin Ziyodulla Abdukarimov, Quvonchbek Umurzoqov 12 million so'm pul mukofoti Revo jamoasi nomidan